Assalomu alaykum hammaga. Siz My Anime News kanalidasiz. Bugungi videoda sizlar bilan titanlarning to'liq tarixi, yaralishi, 9 ta asosiy titanning paydo bo'lishi, hammasi haqida gaplashamiz. Videoni oxirigacha ko'ringlar chunki qiziqarli bo'ladi. Qani unda boshladik. Titanlar tasodifan emas, bitta inson sababli paydo bo'lgan. Hammasi 2000 yil oldin boshlangan. Qizaloq Fritz qo'lda yashagan. U qochayotib katta daraxt ichiga chuqurga yiqiladi. U cho'chqalarni qafasdan chiqarib yuborgani uchun o'g'lanadi. O'rmonda u yerda g'alati jonli mavjudot bilan qo'shilib ketadi. Bu mavjudot barcha tirik materiyaning manbai yoki hallucinogenia deyiladi. Fan nazariyasida shunaqa. Shu paytdan Ymirda titan kuchi paydo bo'ladi va Ymir birinchi titanga aylanadi. Ymir 60 metrli asosiy titan bo'ldi. Eldiya qiroli Fritzga xizmat qilardi. Ular devorlar qurib, hamma dushmanlarni yengishardi. Ymir tufayli Ymir Eldiya imperiyasini dunyodagi eng kuchli davlatga aylantiradi. Ammo Ymir qirolni himoya qilib o'ladi. Ruhiy jihatdan u 2000 yil qamalib qoladi. Mana bu joyda nomi esdan chiqib qoldi. Bilsanglar kommentariyada yozib qoldiringlar. 9 asosiy titan qanday paydo bo'ldi? Ymir o'lgach, Ymirning tanasi 3 ta qiziga yediriladi. Maria, Rose, Shina. Shu bilan titan kuchi bo'linadi. Keyingi avlodlarda titan kuchi yana bo'linib, oxir-oqibat 9 asosiy titan paydo bo'ladi. Mana shu 9 titan faqat eldaliklarda bo'ladi. Boshqa odamlar ularning go'shtini yeysa ham, ular titan kuchini olisha olmaydi. Faqat eldalik bo'lsa, titan kuchini ola oladi. Aytishingiz mumkin, 9 asosiy titanlar bor ekan. Unda devorga hujum qiladigan titanlar kim? Ular oddiy titanlar, aqli yo'q, faqat odamlarni yeydi. Ular eldaliklarning maxsus titanning miya so'lqiliga o'zgartirish orqali yaratiladi. Quyosh nuri bilan harakatlanadi, maqsadsiz yuradi. Ular aslida titan kuchini qayta olish uchun yaratilgan. Agar oddiy titan 9 ta asosiy titan egasini yutsa, u yana inson bo'ladi. Endi qisqacha 9 ta asosiy titan haqida. Birinchisi asosiy titan, eng kuchlisi, barcha titanlarni boshqara oladi. Eldaliklarning xotirasini o'zgartira oladi, yer titashini ishga tushira oladi. Lekin asosiy titanni ishlatish uchun bir shart bor. Kuchni to'liq ishlatish uchun qurollik qoni kerak. Asosiy titan egalari Ymir Fritz, Karl Fritz, Freda Reis va Eren Yeager. Ikkinchisi hujumchi titan, eng g'alati titan, kelajak xotiralarini ko'ra oladi, har doim ozodlikka intiladi va juda kuchli. Egalari Eren Kruger, Grish Yeager va Eren Yeager. Uchinchisi Karasal ulkan titan, juda katta, 50-60 metr keladi. Paydo bo'lganda juda ham katta portlash bo'lib, hamma yonni vayron qiladi va bu titan eng vayronkun titanlardan biridir. Egalari Bertolt Hoover va Armin Arlet. To'rtinchisi zirhli titan, tanasi qattiq, zirh bilan qoplangan, himoyasi kuchli, teshib o'tish imkonsiz edi, lekin yo'lini topishdi. Egasi Rainer Braun. Beshinchisi ayol titan moslashuvchan, boshqa titan kuchlarini qisman o'zlashtira oladi. Qichqirig'i bilan titanlarni chaqiradi va jang qilishga usta. Egasi Annie Leinhardt. 6-si yirtqich titan. Har xil hayvon shaklida bo'lishi mumkin, lekin ko'proq maymunga o'xshaydi. Uzoqdan otish qobiliyati kuchli. Shu qobiliyati bilan kema fronti va yuzlab askarlarni o'ldirgan. Egalari Tom Xaver va Ziki Yeager. 7-si Jarl titan. Juda tez, tish va tirnoqlari juda qattiq, kichik bo'lgani uchun tez harakatlanadi. Egalari Marcel Galliard, Ymir, Porco Galliard va Falco Grizz. 8-si yuk tashuvchi titan. Juda tezamli, uzoq vaqt titan holatida bo'la oladi. 2-3 oyoq ham titan shaklida qolishi mumkin. Harbiy qurollar o'rnatiladi va janglarda katta masshtabli yo'q qilishlar u bilan amalga oshiriladi. Egasi Pike Finger. 9-si Warhammer, burush bolg'atisi titani, qattiq moddadan qurol yasay oladi. Egasi tanadan uzoqda boshqarish mumkin. Har qanday qurolni yasab, o'zini zo'r himoyalay oladi. Warhammer yaxshi boshqarilsa juda mukammal titan. Egalari Tibur oilasi va so'nggi boshqaruvchisi Lara Tibur. Uni Eren yeb qo'yadi. Endi eng muhim joyi, nega titanlar yo'qoladi? Eren Yeager Ymirning ruhiy qafasida 2000 yil qirollik buyruqlariga bo'ysunib kelganini tushunadi. Eren Ymirga sen qul emassan, sen tanlov qila olasan deydi. Ymir nihoyat ozod bo'ladi. Qisqa qilib aytganda, Ymir ozod bo'lgach, titan kuchlari yo'qoladi. Barcha eldaliklar titan bo'lish qobiliyatidan ayrilishadi. Bundan oldin esa Eren yer aholisining 80% yo'q qiladi. Shu bilan titanlar davri tugaydi. Xullas titanlarni insonlar yaratmagan. Hammasi Ymir Fritzdan boshlangan. 9 ta titan Ymir kuchining bo'linishidir. Titanlar aslida eldaliklarni boshqarish uchun qurol bo'lgan. Oxirida esa ozodlik orqali yo'q bo'lgan. Keyingi videolarda 9 ta asosiy titanlar haqida gaplashamiz. To'liq qilib. Hozir ular haqida qisqa gapirib berdim. Shuning uchun hozirroq kanalga obuna bo'lib qo'ying. Bilasizlar, hozir dizaynersiz ish bitmaydi. Shunga sizlarga o'zimni dizaynerni tavsiya qilmoqchiman. Muhammadilloni. Agar dizaynerga ish tushsa,
va yaxshi dizaynlar kerak bo'lsa, bemalol Muhammadullohga murojaat qilsanglar bo'ladi. Ichkalarini opisiyaniyada qoldiraman. Bugungi videoda sizlar bilan titanlarning yaralishi, tarixi, 9 ta asosiy titanning paydo bo'lishi, titanlar yo'q bo'lib hammasi tugash haqida gaplashdik va video haqida va anime haqida savollar bo'lsa, kommentariy ochiq bemalol savollarni beraversanglar bo'ladi. Ko'rganlar uchun esa rahmat. Shunaqa qiziqarli videolarni chiqaryapman. Shu uchun kanalga obuna bo'lib, like bosib, shunga o'xshagan qiziqarli videolarni o'tkazmaslik uchun qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'ying. Bosib qo'ygan bo'lsangiz hozircha xayr. Keyingi shunga o'xshagan qiziqarli videolarda ko'rishguncha. Dark wave. Break it down. Dark wave.